Van Gogh bir qitim Inestyo Van Goghga yozgan xatida shundoq degan. Bizning qalbimizda bir parcha lavuldab ko'yayotgan o't bor. Afsus, hech kim uning bilan o'zini illatishni o'ylab boqmaydi. Ular mundaqchilik qarab, faqat purqirab turgan tutakni ko'ra oladi. Yaqin berib tushunib biqishni xolamaydi. Ruhiy yolg'izlik insonning doimiylik ruhiy holati bo'lishi mumkin. Biz qarmoqqa o'zimizni atrofimizdagi kishilar bilan zich munosabatlikdek his qilsaqmi, lekin haqiqiy obrazimizdagi menning o'z dunyosida yashaydiganligini e'tirof qilamiz. Ruhiy yolg'izlikning oxirgi cheki yuqorida men so'zlab bergan rassomlardek talantliqlarni o'z davrdoshlarining his qilish doirasidan halqitib o'tgan ilhomga va ulug' azoblarga noil qilgan bo'lsa-mu, lekin kishilar yanada muhabbatga erishish yo'li orqali ruhiy yolg'izlik iskanjasidan qutulishga ehtiyojli. Har birimizning ichida hayotning qismatlari yilinjab ko'yib lekin qalbdan yiroq ko'zlar purqirab turgan tutakni ko'ra oladi. Yana bir insonga muhabbat nazari bilan tikilgan ko'zlarla uning qalbidagi gulxonni topa oladi. Uning illiq taptigi muzlagan bag'rini yoqa oladi. Ruhiyatidagi qorong'uliklarni yo'ritib, muzlarni erita oladi. Aman bo'ling.